Assalomu alaykum. Rossiyada ishlab pensiya olish mumkinmi? Ha, faqat buning ma'lum bir talablari bor. Mehnat muhojirligida yurgan inson borki, ertasi haqida, aniqrog'i pensiya haqida ham o'ylaydi. Vaqti kelib quvvatdan qolganimda davlat menga pul beradimi? Buning uchun nima qilishim kerak yoki Rossiyada ishlaganim uchun pensiya ola olamanmi degan savollar ularni qiynaydi. Xo'sh, o'zi pensiya nima degani? Pensiya bu inson mehnat faoliyati tugagandan so'ng, ya'ni nafaqaga chiqqanidan keyin davlat yoki boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan to'lanadigan moddiy ta'minot. U mehnat faoliyati davomida to'langan ijtimoiy soliqlar va pensiya jamg'armasiga ajratilgan mablag'lar evaziga beriladi. Rossiyada ishlab pensiya olish imkoni bormi? Albatta, buning uchun siz Rossiyada rasmiy tarzda ishlayotgan bo'lishingiz kerak. Shunda ish beruvchi har oy siz uchun Rossiya pensiya jamg'armasiga maoshingizning 22% miqdorini o'tkazadi. Unutmang, bu to'lov sizdan emas, balki ish beruvchi hisobidan undiriladi. Ammo buning o'zi yetarli emas. Rossiyada pensiya olish uchun asosiy shart bu doimiy yashash guvohnomasi, ya'ni vid na жительство mavjud bo'lishi lozim. Agar sizda patent yoki vaqtinchalik ishlashga ruxsatnoma bo'lsa ham pensiya olish huquqiga ega bo'lmaysiz. Shuningdek, kamida 15 yil Rossiyada yashagan va pensiya yoshiga yetib kelgan bo'lishingiz kerak. Rossiyada pensiya yoshi ayollar uchun 58, erkaklar uchun 63 yosh. Tan olish kerakki, aksar muhojirlar bu talablarga javob bermaydi. Shunday ekan, yaxshisi Rossiyada ishlab O'zbekistonda pensiya olish haqida o'ylash kerak. O'zbekistonda kimlar pensiya olishi mumkin? Erkaklar 60 yoshda pensiya oladi. Ish staji kamida 25 yil. Ayollar 55 yoshda pensiya oladi, kamida 20 yil ish staji bilan. O'zbekistonda chetda ishlayotgan mehnat muhojirlari staji hisobga olinadimi? Agarda o'sha O'zbekiston Respublikasi fuqarosi chet elda ishlagan davri uchun ish staji kerak bo'ladigan bo'lsa, bu albatta birinchi navbatda tegishli hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Chet eldagi ishlagan davri uchun chet eldagi ish beruvchidan o'sha ma'lumotnoma olib kelishi majbur, shart bo'ladi. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu o'sha mehnat daftarchasidagi yozuvlar bo'lishi mumkin. Shu O'zbekiston fuqarosiga chet elda ishlagan davri uchun chet eldagi ish beruvchi mehnat daftarchalariga yozuvlar kiritib bergan bo'lishi kerak. Agarda ushbu yozuvlar kiritilmagan taqdirda, demak o'sha fuqaroyimizga chet elda ishlatgan ish beruvchi ma'lumotnoma ham berishi mumkin.